Assalomu alaykum birodarlar. Avvalo hammalaringizni kirib kelgan 26-yil bilan tabriklayman, muborakbod etaman. Yangi yillaringiz qutlug' muborakli bo'lsin. Biroz uzoqlashmay turasizlar. Jinday bir mavzuda sizlar bilan suhbat qilmoqchiman. Xo'p, men o'zi fizikadan yiroqman, unchalik fizikaga yaqin emasman, lekin qiziqishlarim shu bir hodisani ustidan chiqib qolganligi tufayli shu videoni qilishga qaror qildim. Xo'p, bu avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalaridagi bo'layotgan hammamiz guvoh bo'lib turibmiz. Onda sonda yong'inlar chiqib turibdi. Bilasizlar, shu ibtidoiy jamoat davrida ham shu yog'ochlarni bir-biriga ishqalab, uchqun chiqarib, olov yaratishib, shu olovdan foydalanishgan. Hozirgi davrga kelib uchqun chiqarish, olov chiqarish hech gap bo'lmay qoldi. Hamma kiyayotgan liboslarimiz, hamma yoqda sintetik liboslar. Demoqchimanki, mana bu avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalaridagi xodimlarni ustiga kiyib yurgan liboslari, formalari bu texnika xavfsizligiga amal qilganliklaridan dalolat. Ular kiyib yurgan liboslardan uchqun chiqmaydi. Men bu gapni gapirishimga bir narsa sababchi bo'ldiki, yaqinda gaz zapravkasiga borganda qorong'i payt edi. Avtomobillarimizni o'rindiqlarini ham chexollari hozir искусственный, sun'iy toradan qilingan. Liboslarimiz ham haliga aytgandek. Shu bir ayol kishi mashinasida kelib, qorong'i payt edi. Mashinasidan tushayotganda ko'rib hayron qoldimki, ayol bilan o'sha o'rindiqda, avtomashinaning o'rindig'ini orasida to mashinadan tushib 1-2 qadam tashlaguncha orqasidan uchqun sachrab ketdi-da. Men bu nima ekan deb, lekin qiziqib shuni internetlardan so'radim. Bu statistik zaryad ekan bu. Masalan, qorong'i joyda ust-boshimizni yechsak uchqun chiqqanini ko'ramiz. Yorug'da ko'rinmaydi bu. Ayollar masalan sochlarini qorong'i joyda tarab ko'rishsin, uchqun chiqishi bu tayin. Internetda ko'ryapmiz, aerozollarni mashinaning ichiga chachib, sochini tarayotganda sochi yonib ketganlarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatishyapti. Demoqchimanki, xo'p, yong'in kelib chiqishiga biz ham qisman sababchi ekanmiz deyman, bu avtomobil haydovchilari. Shu iltimos qilaman, shu erkaklar bo'lsa, masalan, o'sha kolonkaga yaqin borganda mashinadan tushib ust-boshingizga yopishgan changni qoqmang. Chunki sun'iy libosdan ishqalanganda iskira chiqar ekan. Men buni guvohi bo'ldim-da. Ayollar kerak bo'lsa, o'sha avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalariga kirishdan oldin boshlaringizga ro'mol o'ranglar, sochlaringiz to'zmasin. Agar shu texnika xavfsizligiga o'zingizda ishonch bo'lmasa, o'sha yerda xizmat qilayotgan ishchi xodimlardan iltimos qiling, kolonkaga mashinangizni olib borib, o'sha zapravka qilib bersin. Shu bu uchqun chiqib, xo'p, yengil parlanuvchi neftlarni yonib ketishi hech gap emas ekanda. Demoqchimanki, shu hammamizni o'zimizni xavfsizligimiz, qolaversa mana bu atrofimizdagi jamiyat xavfsizligi uchun o'ta hushyor bo'lishimiz kerak ekan. Iltimos, shunaqangi statik zaryadlarni chiqishidan ehtiyot bo'linglar. Yong'in keltirib chiqishi xavfi bor ekan, o'rtoqlar. Men shu ayolning libosidan chiqqan uchqunlarni ko'rib shu xulosaga keldim. Xulosa o'zlaringizdan. Hammalaringizni yangi yillaringiz qutlug' muborakli bo'lsin. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.